Assalomu alaykum. Bizlar obyektimiz baholasi bitta. Telefonlarimizni tashlab berganmiz. Radiatorlarimiz. Uchish sistemida kelasi bitta kollektor bo'lingan. Chetdan mikroplastni qisib oladi, suv sovuq suvni. Oshxonaga joylashganda mo'ykantaga joylashtirib ketganmiz. Bitta tekizlash ishlari ketyapti. Tomonimizda mo'ykan orqa tomoni rakavinaga mo'ykaga kirib ketgan. Bitta izolyatsiya bilan mekatenni o'rnimiz o'ta hommondan chiqqan. Bitta nasosimiz detalga qilingan. Kanalizatsiyamiz dimoxodga chiqarib qo'yilgan tepaga. Bu joyda radiator qo'yilgan. Bitta radiator o'rnatib berganmiz. Polni tagiga qo'yib ketilgan. Hammonimiz rakavinaga chiqarilgan. Bunisi tahoratxonaga. Dekollari dushovoy tam chashagan. Bunisi aristanga joy chiqarib ketilgan. Bu turbamiz ishtirada qilinib yonkisga chiqarib ketganmiz. Izolyatsiya qilib turbalarni bitga mustaqil joy chiqarib ketilgan. Bu ishlar bitta.